Bugungi mavzumiz qon, qonning shakl elementlari. Qon va qonning shakl elementlarini o'rganish uchun birinchi navbatda Sarvarbekda vena qon tomiridan 5 ml qon olamiz. 5 ml. 5 ml qonni olib turib, bizda geparin solingan probirka bo'ladi. Mana, geparin solingan probirka. Sarvarbekda olingan 5 ml qonni xuddi mana shu geparin solingan probirkaga quyamiz. Nima uchun geparin solingan probirka? Sabab shakl elementlar bu yerda o'zaro agregatsiya, ya'ni yopishib qolmasligini oldini olib turadi. Qonni quydik. Quyganimizdan keyin Sarvarbekda qonida sentrifuga bor. Sentrifuga apparati 1 daqiqada 2000 marotaba aylanadi. Va bu sentrifuga apparatiga Sarvarbekda qonini 5 daqiqaga solamiz. 5 daqiqaga solganimizdan keyin Sarvarbi qoni ikkita qismga aylanib ajralib qoladi. Pastda to'q qizil, to'q qoramtir rangda joylashgan qonning shakl elementlari joylashgan bo'lsa, ko'rsak, cho'kib qoladigan bo'lsa, yuqori tomonda oqroq, shaffof ko'rinadigan qonning biz plazmasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Qonda plazmasi har doim yuradi 55%, qonda shakl elementlari yuradi har doim 45%. Buni o'z navbatida biz gemotokrit ko'rsatkich deb ataymiz. Gemotokrit ko'rsatkich. Bu narsa klinik ahamiyatga ega. Bu joyda agar bularning konsentratsiyasini oshishi yoki kamayishi qonning qo'yiqligi yoki qonning suyuqligini ko'rsatib turadi. Shuning uchun bu har doim klinik jihatdan ahamiyatga ega. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Buni plazma bilan bu shakl elementlarning o'rtasida mana bu joyda yupqa shakl elementlarining 1% ni tashkil qiladigan chiziq tortiladi. U oqshroq rangda ko'rinadi. Oqroq rangda ko'rinadi. Bu qanday parda deb misol qiladigan bo'lsak, bu parda leykositlar va trombositlarni yig'indisidan tashkil topgan hisoblanadi. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Leykositlar va trombositlar qonning shakl elementlari, jamiki shakl elementlari 1% ni tashkil qiladigan bo'lsa, qolgan 45%, 44% ni eritrotsitlar tashkil qiladi. Endi birinchi Sarvarbi plazmasidan o'rganishni boshlaymiz. Sarvarbi plazmasining tarkibini o'rganganimizda plazmaning tarkibi 90-92% suv, 90-92% suv. Bundan qolgan quruq qoldiq 8-10% tashkil qiladi. 8-10% quruq qoldiqni o'rganganimizda bularni xo'p 7,5% dan 8,5% gachasi asosan oqsillardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Asosan oqsillardan. Bu oqsillarning ham tarkibini o'rganganimizda eng asosiy oqsillar albuminlar, globulinlar va undan tashqari holatda fibrinogenlar borligini ko'ramiz. Ular asosiy massani 6,5% dan 7,5% gacha bo'lganini tashkil qiladi. Albuminlar, globulinlar, fibrinogenlar. Endi bundan tashqari qoladigan, buni 8-10% dan tashqari 8-10% dan 7,5-8,5% ayirib tashlasak, bundan tashqari qoladigan qoldiqlar esa bular mineral tuzlarga qoladi. Mineral tuzlarga. Endi sarvarda oqsillarni ham o'rganishni boshlaymiz. Eng birinchi oqsili bu albumin oqsili. Albumin oqsili jigarda hosil bo'ladigan oqsillar qatoriga kirib, albumin oqsilining vazifasi qonning osmotik bosimini ta'minlab berish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni qonning osmotik bosimini ta'minlab beradi. Bundan tashqari albumin oqsilining vazifasi qonning pH muhiti bor. Bilamiz, pH. Qonning pH muhitini ta'minlab berish vazifasini bajarib beradi. Qonning pH muhiti 7,35 dan 7,45 gacha bo'ladi. Xuddi mana shu ta'minlab beradigan narsa bu albumin oqsillari hisoblanadi. Bundan tashqari holatda albumin oqsilining yana bitta vazifasi bor. Bu vazifasi suvda erimaydigan yog'larni, oqsillarni, vitaminlarni o'ziga biriktirib olib, tashish vazifasini bajarib beradi. Tashish. Bu albumin oqsilining vazifasi. Endi globulin oqsiliga o'tamiz. Globulin oqsiliga o'tsak, globulin oqsili ham o'z navbatida bo'linadi. Alfa oqsil, beta oqsil va gamma oqsil. Alfa oqsil ham o'z navbatida yana bo'linadi. Alfa 1 oqsil, alfa 2 oqsil. Yaxshilab e'tibor beringlar. Alfa va beta oqsillar, ular o'z navbatida tashish vazifasini bajarib beradi.
globulin oqsillar yirik, yumaloq shakldagi oqsillar bo'lib, bular ham o'z navbatida jigarda hosil bo'ladi. Jigarda. Alfa beta oqsilning vazifasi albumin oqsil nimani to'shuvdi? Albumin oqsil. Hozir aytdim-ku, mineral. to'ppa-to'g'ri mineral tuzlarni keyin uzr mineral tuzlar toshimadi bu. Albumin oqsil. Nimani toshidi? Suvda erimaydigan oqsillarni, suvda erimaydigan yog'larni, vitaminlarni toshuvdi. Albumin oqsil. Mana alfa, beta, globulin oqsillar esa o'z navbatida minerallarni toshiydi. Minerallarni toshish vazifasini bajaradilar. Endi keyingisi globulin oqsilichi, alfa, beta, gamma oqsilichi, uzr, gamma oqsili. Gamma oqsilning vazifasi. Bu o'z navbatida immunoglobulinlar tarkibiga kirib, organizmdagi immun himoyada ishtirok etib berish vazifasini bajarib beradi. Gamma oqsil. Ikkalasi ham tugadi. Endi fibrinogenlar o'z navbatida jamiki oqsillarda 0.5-1% ni tashkil qiladi. 0.5-1%. Fibrinogen oqsillarning vazifasi yallig'langan paytda fibrin tomirlarini hosil qilib turib, yallig'langan joyida yaralar hosil bo'lishini, chandiqlar hosil bo'lishini ta'minlab beradigan oqsillar bular o'z navbatida fibrinogen oqsillar hisoblanadi. Endi qonning vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, qonning vazifalari. Qonning eng birinchi vazifasi biz hammamiz bilamiz, bu transport vazifasini bajarib beradi. Transport. Nimani bilamiz, tushunamiz. Undan keyingi vazifasi trofik vazifani bajarib beradi. Trofik, oziqlantirish vazifasini bajarib beradi. Va undan keyingi vazifasi o'z navbatida immun himoya vazifasida ishtirok etib beradi. Immun himoya. Bu qonning plazmasi va qonning vazifalari haqida edi. Endi qonning shakl elementlariga to'xtaladigan bo'lsak, qonda 3 xil shakl elementlar farqlanadi. 3 xil. Biz sizlarga hozir bularni ko'rib chiqdik. Mana bu joyda 1% ni tashkil qiladigan leykositlar va trombotsitlar bo'ladigan bo'lsa, shakl elementlarning 1% ni tashkil qiladigan. Qolgan 44% ni tashkil qiladigan eritrotsitlarni biz o'zimizga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eritrotsitlar bular shakl elementlari edi.